Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana 106 talik inkubatorimizni bitta obzor qilib beramiz. 106 ta tuxum teradigan mana tovuq tuxumiga latokdan qo'yib berdik. Bu inkubatorimiz Farg'onaga ketadi. To'liq avtomat holda. Buni aylantirish sistemasi mana. Yoqib qo'yasiz, bo'ldi. O'zi avtomatik tarzda aylantirib turaveradi. Ko'rib turganlaringdek o'zi shu holatda aylantiradi. Avtomat pavarot, issiqligi ham avtomat, mana belgilangan gradus bo'yicha o'zi boshqaraveradi. Issiqligi ham, namliklar ko'rsatib turadigan datchiklar bor. Yorug'lik inkubatorda ichini ko'rib turgani bu. Xuddi mana shu tarzda mana aylanish sxemasi. 120 minut har 2 soatda o'zi aylantirib boshqarib turaveradi. Bu inkubatorimiz akkumulyatorga ham ishlaydi. Akkumulyatorga ham ulab qo'ysangiz bo'laveradi buni. Bag'ni 220 ga ulab qo'yaverasiz. Svet o'chganda o'zi avtomatik tarzda akkumulyatorga o'tadi. Svet kelganda akkumulyatorni o'zi 220 ga ishlayveradi o'zi. Mana do'stlar. Biz 6 talik inkubatorimiz. To'liq mo'ljallangan. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasiz.